Akalar assalomu alaykum. Tuzuymizlar, charchamayapsizlar. 1 minut o'tkazmay turinglar. Damasizlar, sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Rullang ovoz berib bo'ladi. Sразу rulokalaga qo'yishga shoshilmanglar. Eshitinglar mana ovozini. Buring. Sekin buring chiqadi. Mana. Aha, mana. Eshityapsizlarmi akalar ovozini? Bu narsa akalar rulokaladan chiqmaydi. Bu narsaga shoshilmang. Bu narsa mayatlikdan chiqadi mana. Bir tomonga sekin buravering. Ana shu ovoz akalar mayatlikdan bo'ladi. Hozir akamiz bizni Instagramda ko'rib kelishibdi. Mayatliklarni ham pachinili qo'yib, polni hadovoylarni yangi qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Ketdi akalar. Akalar boshlagan mashinamiz tayyor bo'ldi. Polni hadovoy qilib berdik akamiz labolariga. Amortizator yangi, chashkalar zavodskiy pachinili yangisidan. O'zimizning koreyskiy pachinili mayatligimiz, rezinkalari, 4 ta amortizator yangi qo'yib, cho'tki qilib berdik akalar. Akamiz yurib baho berarlar, tomosha qilamiz, ketdi. Akamiz yurib keldilar, hozir o'zlaridan so'raymiz. Akam mashina qalay bo'libdi? Aka ko'ngildagidek chiqibdi. Rahmat aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Zo'r. Cho'tkimi aka? Zo'r aka. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar shuna xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Zo'rla qilib beramiz. Xursand bo'lib ketasizlar hammalaring. Manzilimiz Qo'qon shahrida, Astepada. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Jonlaring sog' bo'lsin.